mazhabga ergashaylik. Muhtaram azizlar, bugungi kunda dunyo musulmonlari asosan 4 ta mazhabga amal qilib yashab kelmoqdalar. Shofiiy mazhabi, Hanafiy mazhabi, Hanbali mazhabi va Maliki mazhabi. Bilamizki, dunyoda ko'lami jihatidan eng ko'p mazhab vakillari Hanafiylar. Turkiya, Markaziy Osiyo, Afg'oniston, Pokiston, Hindiston hududlari asosan Hanafiy mazhabiga asoslanib ibodat qilmoqdalar. Shofiiy mazhabi Kavkaz musulmonlari, Misr, Malayziya, Indoneziya musulmonlari Shofiiy mazhabida. Hanbali mazhabida asosan Saudiya Arabistoni mamlakati musulmonlari. Maliki mazhabida Shimoliy Afrika musulmonlari. Masalan, bir mamlakat tarixi, hayoti, bugungi kundagi diniy hayoti haqida ketganda falon mazhabga doir musulmonlar u yerda yashaydi deb biz ta'rif etamiz. Aytaylik, Misr xalqi haqida ma'lumot ketganda Misrning musulmonlari Shofiiy mazhabiga amal qilishadi, e'tiqod qilishadi deymiz. Turkiya haqida gap ketganda Hanafiy mazhabida ular e'tiqod qiladi deyiladi. O'zbekiston haqida gap ketganda albatta bizning ulamolarimiz, o'z tariximiz va aqidamiz, mazhabimiz haqida so'z ketganda asrlar osha bu zamin xalqi Hanafiy mazhabiga amal qilib kelmoqda degan ma'lumot ketadi. Lekin bugungi kunda biz hayotimizga qarasak, oramizda ba'zi bir bemazhablar paydo bo'lyapti. Endi tabiiy savol bo'ladi. Bunday odamlar kimga ergashayapti? Ular kim bilan birgalikda? Musulmonlar, O'zbekiston musulmonlari bitta mazhabda bo'lsa, O'zbekistondagi 2000 dan oshiq masjid imom xatiblari bitta aqidada, bitta mazhabda bo'lsa, aslida ixtilof ulamolar o'rtasida bo'lishi kerak. Avomning o'rtasida emas. Avom mehnatkash xalq. O'zini mehnatini qiladi, bilmaganini ulamodan so'raydi. Ixtilof avomning o'rtasida bo'lmasligi kerak o'zi aqliy jihatdan. Ixtilofni ulamolar qiladi, bir-biri bilan hujjat, dalil hujjat keltirib. Vaholanki biz O'zbekiston musulmonlar hayotiga qarasak, ulamolarning o'rtasida ixtilof yo'q azizlar. Shuncha masjidlar, madrasalar, mudarrislar, imom xatiblar umuman ixtilof yo'q. Chunki madrasalarimizda ta'lim Hanafiy mazhabida, bizning ustozlarimiz, muftiy, fatvolarimiz hammasi Hanafiy mazhabida. Ibodatlarimiz va bu imomlarga ergashgan xalqimiz ham Hanafiy mazhabida. Lekin oralarimizda ba'zi bir mazhabni tutmaganlarni chiqishligini nima deb baholasak bo'ladi? Ular kim bilan birgalikda? O'zining xalqi bilan birgami yoki o'z ulamosi bilanmi? Shu yerda yashab, shu vatanda yashab, bitta mahallada yashab, bir masjidda ibodat qilib, qanday qilib boshqa ibodat qilish mumkin? Ular kimga ergashayapti? Ularga bunday ibodat qilishni, bunday boshqacha o'zini tutishni kim o'rgatyapti?